Namangan Chortoqda g'isht zavodi sotib yo'q bo'lyapti. 2 barobar arzon narxiga YouTube uchun maxsus video 5 gektar maydonni egallagan Chortoq hududidagi juda ham salqin joylar. Apparatlarni ko'rib chiqamiz, qaranglar. Atigi 1 yil ishlagan ekan mana shu joylar. 5 gektar. Ko'p-ko'p bonuslari bor. Xo'p, bu tomonni ko'rsak, ana shu tarafdan demak o'sha tuproqlari filtrlanib keladi. 14 yillik zaxirasi bor. Ya'ni 14 yil bu yerda ish faoliyatingizni olib borsangiz bo'ladi. Hujjatlari joyida, sababi qanaqadir ijaraga olingan joy emas. Atigi 1 yil ishlagan ekan bu tomonlari. Namangan Chortoq yaqin 3 kilometrda, demak suv ombori ham bor ekan. Mana shu apparatlar 1 soatda 13 ming donagacha g'ishtni ishlab chiqarishi mumkin ekan va eng savdosi bo'lmagan paytlarda ham bir kuniga 80 ming, 100 ming dona g'isht sotishgan ekan. Xaridoriga joy, hamma joy narsalar bor bu tomonda. Ichimlik suv bilan ta'minlangan, havosi ham barhavo joylar. Buni yaxshi tomoni Chortoqdamiz hozir, Namangan Chortoqda past taraflarda sihatgohlar, ya'ni dam olish maskanlari bor ekan, sanatoriyalar. Ana shu joylarni ham bu yerga ko'chirib, yangi zona qilib ham xohlasangiz, u biznesni ham bunisi ham yurgizsa bo'ladi yoki buni yopib, buni qilsa ham bo'ladi. Tadbirkor, biznesmen akalar biladi. Zaxirasi, tuproqlari tekshirilgan, ya'ni qanaqadir sho'r yoki toshli hudud emas. Bu ham sizni ishingizga osonlashtirib qo'yadi. Yaxshi zona, 5 gektar, hujjatlar toza aytganimizdek. O'zimiz kelib Farg'onani obzor qilyapmiz. O'zimizni qadrdonlarga tegishli joy bo'lyapti. Egalarda vaqt masalasida muammolari bor. Bu tomonda mana o'sha 1 yildan beri ishlagani yo'q. Ishlar terilib quritiladi. Bu tomonda o'sha pechlari pishig'ich va xom g'ishtga moslashtirilgan joylari bor. Zonasi toza bu yerda. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Biz YouTube'ga kam video qo'yamiz, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar va bu videoga like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Namanganlik tadbirkorlarga tashlab qo'ysanglar, ular ham yaxshigina foyda qilishadi. Ochiq aytyapmiz, o'tgan yil ishlab turgan holati bo'yicha juda katta summaga sotishmagan, hozir 2 barobar arzoniga oz-moz kelishtirib bo'lsa ham sotib yuboramiz deyishyapti. Egalarda vaqt masalasi muammo. Ko'rib chiqing. Mana shu joyda ana 20 taga yaqin ishchilar bemalol kelib, yotib, oshxonalari, yotoqxonalari, hamma sharoitlari bor ekan. Yotib, o'z faoliyatlarini olib borsa bo'ladi. G'isht biznesi ham narigi yon tomonda boshqa g'isht zavodi bor ekan. Yana bu tomonda o'zi xaridor bor. Bilasizlar, bitta joyda ikkita do'kon, kiyim do'koni bo'lsa, masalan, uchinchisi ochilsa faqat xursand bo'lishadi, chunki kiyim qidirgan odam o'sha tomonga boradi, o'sha tomonda kiyimlar sotishadi degan tushuncha bo'ladi. Bu tarafda ham xuddi shunaqa sharoit bor. Mana shu pishig'ich pechiga bir vaqtning o'zida 600 ming dona g'isht sig'ar ekan. Bunisiga ham 600 ming dona. Tushunishim bo'yicha bu tomonga birinchi xom g'ishtlar kelib, birlamchi ishlov berilib, keyin bu tomonga ikkilamchi ishlovga ketishi ham mumkin ekan. Ishlar ishlaydigan joyi, apparaturalari, bularda ham ishlamaganligi shunday holatda turibdi. Ularni ham ta'mirlab qilsa bo'ladi bemalol sharoitlarda. Narxini bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, ma'lumot beramiz. Narxlarni ochiqlashni egalar xohlashmayapti. Mana shu holatda bo'ldi. Video obzorimiz Namangan Chortoq tumanida bo'lyapti.